Navbatdagi bemor. Assalomu alaykum. Opa qayerdan keldingiz? Alaykum assalom. Beshariq tuman, Farg'ona Ha, viloyati. Farg'ona. Beshariq bo'ldi esanim. Siz ancha oldin keldingiz, bir marta keldingizmi, ikki marta? Yo'q, bu 3-safar kelishim. Uchinchisi nima muammo edi sizda opa? Menda muammo mana bu qo'llarimda ancha anaqangi ishlamay qolardi. Artritis bor, reumatoidni. Ha. Yanachi. Juda ko'p davolanib, mana shu yerga yetib keldim. Oxirgisi siz bo'ldingiz. Xo'sh. Mana shu ikkinchi muolajadan keyin yana ham yaxshi bo'ldim. Birinchisida ancha yaxshi bo'ldi, ikkinchisida yana ham yaxshi bo'ldi. Mana endi uchinchisiga kelib turibman. Siz gormon ichmagansizmi? Yo'q, gormon ichmaganman. Shuning uchun ham sizga bu dori tez ta'sir qiladi. Ko'pchilik bizga gormon ichib kelishadi-da. Shu maqsadda bu oyoqdagi shishlar, otyoqlar, osteoporozlar ketmaydi. Shuning uchun har doim bu narsani gormonsiz davolash natija juda ham katta bo'ladi. Bir umr gormon ichmay yaxshi ketasiz. Bu narsani davolash hazil narsa emas. Lekin antibiotik ham olib turish kerak, besiz terapiya. Hozir qanaqa muammongiz bor? Endi hozirgi mana nimada shu yana 3-immunitetni yana ham ko'tarishga nima qilayin deb keldim-da yana. Immunitet ko'tarishga. Immunitet ko'tarishga. Endi 3-kursdan keyin kelmasangiz bo'ladi, faqat kelasi kurs fasllarida bir xabarlashasiz, xo'p?